Turkiyaniki degani har doim ham yaxshi emas, yaxshi bo'vermaydi. Sifati qanaqa desangiz, tureskiy deb qo'yishadi-yu. Mana buni ko'ryapsanmi? Turkiyadan kelgan asl mollar mana shu do'konda sotiladi. Sifat deganda asosan material sostaviga qaraladi. 90% shers, 10% kashmir. Astarsiz, juda yengil palto. Bu paltodan bizada cho'ntagi oldindan qilinganidan bor edi. Hozir yondan qilingan variantlaridan keldi. Cho'ntak ichlari ham kashmirli qilingan. Bu korobkamizdan tagida polniy mashtavarladi. Oldi oxirigacha norka tushgan palto. Uzunligi 120 talik, 130, 135 talik har xilidan kelgan. Razmerlari bor. Norkali palto tanlayotganingizda ahamiyat berish kerak bo'lgan yana bitta joyi bor. Bir xil norkali paltolar bor. Ko'rsangiz, prям kusoklari bilinib turadi, atxotdan qilingani. Iloji boricha shunaqa selni variantini olganingiz yaxshi. Bagati ko'rinadi. Butun teridan qilingan. Auksionda terilar hammasi juda chiroyli. Hozir bunaqa rangli terilar ancha kamayib ketgan. Natural rangli terilar. Bular hammasi bir xilda. Fasoni bir xil, faqat uzunligi 2 xil, ranglari 3 xil. Arex seri qora paltoyimiz oldi oxirigacha norka tushgan. Sostavi 90% shers, 10% kashmir. Bularni ham chegara narxlarida olib ketsanglar bo'ladi. Bulardan razmerlar bor, seriyalari butun. Oldi PCSli xohlasanglar, PCSli variantlarimiz ham bor. Narx-navo bo'yicha plyus belgisini qoldirib keting. Video montaj tayyor bo'lguncha narxlari ham chiqadi. Profilimizga kirib ko'rsangiz, har xil skidkalar qo'yilyapti. Misol uchun, bu Alcantaro'mizni $197 dan qo'ydik. Kirib kelayotgan Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ramazonlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Iftorlikka etib-etga kiyib borishga nimadir kerak qoladigan bo'lsa, shoshilinch xizmat eladamiz. Dastavkalar ham bor.